dunyodagi eng yaxshi kinoteatr bu sizning miyangiz. Bugun shu qimmatbaho miyangizga biz yanada qimmatbaho kino haqidagi faktlar va ma'lumotlar bilan to'ldirmoqchimiz va assalomu alaykum deymiz. Juda ham yaxshi va bugungi mehmonimiz kim ekan? Shahzoda Matchonova, Sitora Alimjonova, Asal Shodiyeva, Sug'diyona Azimova, undan tashqari Zuleyxa, Yildiz hamda Nariyalarni o'rnini bosa oladigan Nazokat Abdurahmonova. Oho. Yaxshilab o'rganib chiqibsiz. Hattoki o'zim ham yodimdan chiqib ketgan personajlarni yodimga tushirdingiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. Avvalambor xursandman. To'g'risini aytsam, birinchi marta debyut podkast bo'yicha. Ancha bo'ldi intervyuga kelmaganimga. Endi juda professional deyish hali menimcha, meni nazarimda bu hali ko'p o'rganadigan narsalarim bor. Shuning uchun ijodkor desangiz, endi o'z ishini professionali, ustasi bo'lishi mumkin, lekin biz hali u darajaga yetish uchun ancha ko'p mehnat qilishimiz kerak. To'g'ri, endi ustozlarimiz shu darajaga yetishimiz uchun ancha mehnat qilishgan, o'rgatishgan. Biz ham shu mehnat tagida singanmiz. Ustozlarimiz oldida biroz xijolat tortyapman. Yaxshigina kamtarlik qilyapsiz bu paytda. To'g'risi. Siz haqingizda to'g'risi anchadan beri kuzatib yuribman. Ijtimoiy tarmoqlarda biografiyangizni o'qib chiqdim. O'sha tug'ruqxonadan boshlab hammasini o'qib, intervyularingizni ko'rib chiqdim. Lekin bitta savolga javob topa olmadim o'zim uchun. Shuni bugun o'zingizga jonli tarzda bermoqchiman. Siz oliygohda estrada aktyorligiga o'qigan ekansiz va undan tashqari radio boshlovchilik qilgan ekansiz. Shu bilan bir qatorda o'sha paytda o'qib yurgan paytingizda dublyajga ham kirib kelgansiz. Lekin sizga nima yoki kim turtki bo'lgan, shu haqida hech qanaqa ma'lumot topa olmadim. Dublyajga kirib kelishimgami, nimaga har doim aytgan, balki bu e'tibordan chetda qolib ketgandir. Ustozim, sahna nutq ustozim Bahodir Nishonov aynan mana shu sohaga kirib kelishimga qo'limdan yetaklab olib kirgan inson. Sizni demak, ular payqaganmilar ovozingiz jarangdor zo'rligini? Endi biz birinchi kursda edik. 2005-yil butun kursimizni yig'ib, ular o'zlari shu dublyajda qatnashib, ovoz berib yurardilar. Kursimdagi bolalarim ham shu dublyaj sohasi qanaqa bir soha ekan, shu bilan tanishtirish maqsadida yodimda bor, Bayram studiyasiga borganmiz. Butun kursimiz bilan 18 ta odam. Rahmatli Matyoqub Orziyev pultda o'tirgan edilar o'shanda, yodimda. Har bittamiz biz gurgurga ovoz berganmiz. Biz paytda aynan shu 2005-yillarda sinxron dublyaj eng rivojlangan paytlar edi. Ana o'sha paytda biz dublyaj sohasiga kirib kelganmiz. Ya'ni maktab o'quvchilarini shu gurgurini ovozlashtirish jarayoni edi. Orada bitta qiz bor edi. Qani kim ovoz bera oladi dedilar-da, Matyoqub aka. Shunda bitta kursdoshim, ikkinchisi keyin meni ham ovozimni eshitib ko'rdilar-da. To'xta, sen anaqa qilgan, qolganlar chetda jim o'tirib tursin. Endi xuddi yosh bolalarga o'xshab, biz birinchi kursimiz baribir. Shunda raqamimni olib qolgandi. Aytgandilarki, Bahodir aka, shu qizingizni olib kelib yuring. Menimcha yomon chiqmadi, yaxshi. Shunda adashmasam Anvar aka ham bordilar. Ovoz rejissyori, ular ham haligacha qadrdonimiz, xudoga shukr. Aloqamiz bor, ko'p kinofilmlarda birgalikda ishlaymiz. Ular ham hali hamon eslaydilar. Esingizdami? O'sha paytda maktab o'quvchisiga ovoz berib, ana o'sha sizni debyut rolingiz bo'lgan edi dedilar. Onam har doim aytadilar, shu rolingni topishing kerak, bir ko'rishing kerak deb qo'yadilar. Da oliygohda o'qiydigan qizga maktab o'quvchisini ovozini o'xshatish menimcha oson ish bo'lmaganda. Sizdan yaxshigina talantni ko'rishgan ular bittada. Endi bilasizmi, to'g'risini aytaman sizga, umuman dublyaj aktrisasi bo'lish qanaqadir bir hayolimni bir chetiga ham kelmagan, lekin ana o'sha kuni borgan kunimizdayoq menda qiziqish, aynan mana shu sohaga bo'lgan muhabbat uyg'ongan va aynan shu sohani albatta mukammal bir mutaxassisi bo'laman, shu sohani egallayman degan bir orzu shakllangan ana o'sha paytda.
keyin o'sha maqsadga yetishdingiz deb o'ylayman. Albatta, xudoga kunlarda shukr. yetkazgan. Ha, ustozim shu Bahodir Nishonov, umrlari uzoq bo'lsin, har doim duolarimda hamisha shu insonni eslayman. Mana shu darajaga yetishishimda sababchi bo'lgan insonlardan bittasi. Undan so'ng esa mana shu sohani mukammal tarzda o'rgatib, xuddi mana yosh bola atay-chechay qilib yurishni o'rganadi-yu, aynan mana shu dublyajni ikir-chikirlarini o'rgatgan inson Kamoliddin Usmonov rahmatli ustozim bilan tanishtirgan. Bahodir Nishonovga yana bir bor rahmatlarimni aytaman. Aynan mana shu dublyaj har bitta aytaylik ovoz berish jarayoni bormi, nafas bormi, sinxron bormi, nima bo'lishida A dan Ya harfigacha bo'lgan har bitta detallarni o'rgatgan inson. Ulardan so'ng Komiljon Tursunboyev aynan katta bitta rolga olib kirib, mana shu rolda sinagan inson. Kalpana roli Qasos kinosini ko'rgan bo'lsanglar, u paytda adashmasam hali institutda o'qirdim, 4-kursmi shunaqa yoki endi bitirgan vaqtlarimni taxminan 2009-2010 yillar edi. Eng yaxshi ko'rgan kinolardan bittasi. Bu qizga zo'r tushgan u ovoz, u kinoni o'zi ham zo'rda. Lekin unga qadar biz mana shu studiya bo'lar edi, Cinema Market. Uni do'konlari ham bo'lardi. O'sha Cinema Marketga birinchi bo'lib eng katta studiyalardan bittasi Bayram bo'lardi, keyin Cinema Market o'tdi, Kamoliddin Usmonov ishlardi. Endi Bayramda ham masalan film olib kelinsa, qaysi dublyaj rejissyoriga talab bo'lsa, shu dublyaj rejissyori studiyaga kelib ishlardi. Xullas, Cinema Marketda asosiy o'qish jarayoni, ishlash hammasi mana o'sha yerda sodir bo'lgan. Dublyaj rejissyorlari ham, aktyorlarini ham hammani o'sha yerda ko'rganmiz, o'sha yerda havas uyg'ongan. Hattoki esimda bor, shunda kiraverishimda hol bo'lardi deb oyoq kiyimli turardi, har xil tapchikalar turardi. Shu kim oyoq kiyimli ekan deb kiyib ko'rardik havasga ham, niyat qilib, kelajakda biz ham shunaqa dublyaj aktrisasi bo'laylik deb. Chunki hamma aktyor, aktrisa Oybarchin Bakirova, Sanjar Sa'dullayev bor. Aytaylik, Gulchehra Jamilova ko'p kelardilar u yerga. Sanobar Sodiqova, Laziza Azizzoda ustozlarimiz ko'pgina aktyorlar ana o'sha yerda ko'rib, ulardan andoza olib, to'g'ri, kopirovkalar ham bo'lgan, chunki endi yoshmiz, xuddi ularga o'xshashni xohlardik, lekin keyinchalik baribir o'zingizni yo'nalishingizni topib olarkansiz. Meningizni topib olgansiz, albatta. Hozirgi ko'pchilikdan masalan so'rasa, oldingi kino dublyaj yaxshimi, hozirgi kino dublyaj yaxshimi desa, menimcha ko'pchilik oldingisini tanlaydi-da, chunki oldinlari o'sha berayotgan qahramonini yuz tuzilishigacha, hattoki xarakteri, ovoz tembri, ovoz berayotgan dublyaj aktrisa yoki aktyorini xarakteriga, yuz tomonlama o'xshash jihatlari bo'lish kerak edi. Menimcha shularga ham qarab tanlanardi. Hozir jiddiy seriallarga ham o'sha komediyaga beradigan o'sha aktyor beradi yoki aktrisa beradi ovozlarni. Shunga sizni fikringiz qanaqa? Hozir ham shunaqa tanlash kerakmi yoki bir nimadir nazoratini qo'yish kerakmi? Bunga tushadigan deb tanlab beradigan odam kerakmi? Lekin hozirgi kunda ham ba'zi bir kanallarda tanlanadi. Dublyaj rejissyorlari bor. Aynan kim tanlaydi? Dublyaj rejissyorlari tanlaydi. Chunki ular filmni ko'rib chiqishadi va aynan mana shu obrazga Nazokat yoki Dildora yoki aytaylik Sanobar yoki Laziza to'g'ri keladida. Ular shu filmni ko'rish jarayonida taqsimlab ketishadi rollarni. Bor. Lekin hamma joyda ham emas. Kamda bo'ladi. Aytaylik qanaqadir kassaviy filmlar bo'ladigan bo'lsa, albatta tanlanadi. Hozirgi ba'zi bir platformalarda ham tanlanadi. Masalan, aytaylik bir 3-4 ta film kelgan bo'lsa, Nazokat opam kelyaptilar, hammasini yozib ketadi degan narsa yo'q. Qaysidir bir obrazga albatta mani ovozim tushishi mumkin yoki boshqa bir aktrisani ovozi tushishi mumkin. Albatta tanlanish kerak deb o'ylayman. Endi aytaylik, endi filmga qarab-da, u ham masalan hozirgi kunda dublyaj bu tezkor bir aytaylik flashga o'xshab ishlayapti-da, tez juda. Ha, tezkor dublyaj. Premyera chiqadi, o'sha sohaga aylanib ketdi. Ha. Bir kunda bitta film yozilyapti. Seriallar. Ilgari serial
serial endi kechqurun chiqdi, ertalab уже o'zbekchasi bor edi. Shunaqa. Endi ko'pincha hozir kadr ortida unaqa rol ijro etgan holda ovoz berilmayapti, lekin bizga o'xshagan aktyorlar shu sinxronda singan aktyorlarmiz-da. O'shaning uchun biz shunchaki kadr ortida oddiy, masalan, menga diktorskiy berishsa ham ba'zi bir joylarda masalan o'zimcha rolga kirishib ketib, shunda sinxron o'qib bering deyishadi-da. Masalan, yuzaki ishlab keta olmaymiz, chunki biz mas'uliyat bilan yondashamiz har bitta rolga, nima rol bo'lishidan qat'iy nazar. Aytaylik, shunaqa vaqtlar bo'lganki, bitta filmda yoki serialda 4 ta aktyor ishlagan, masalan 2 ta ayol, 2 ta erkak bo'lsa ham baribir men shaxsan o'zim 3 ta 4 ta obrazga ovoz bersam ham baribir rolga kirishib ovoz beraman. Yuzdagi ovoz bera olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Tomoshabinlar tanib qolishmaydimi 3 ta 4 ta rolda bitta o'zingiz ovoz berganingizni? Endi tembridan bilishingiz mumkin. Endi ba'zi birlar bilmaydi, farqiga bormaydi. Masalan, oddiy misol, mana oldin o'sha sinxron dublyaj deganim o'zbek kassi bob filmlar chiqardi. Aytaylik, ko'pchilik bilmasdi. Shahzoda Majonovaga men ovoz berganimni yoki Asal Shoy o'zi gapiradi deb o'ylashar edi. Xuddi shunaqa narsa-da. Tomoshabin baribir quloqi bilan eshitadi va unchalik farqiga bormasligi ham mumkin. Oddiy misol, hozir ustozimiz Sanjar Sadullayev misol qilib keltirib ketsam, ular ahamiyat bersangiz ovozlari hech ham o'zgarmas edi. U rolda ham bu rolda. Lekin shunaqangi intonatsionniy haligi har bitta aktyorga yondashardilarki, xarakterini chiqazib berardilar. Intonatsiya bilan, lekin ovoz o'zgarmas edi. Ovoz bir. Xuddi shunaqa Behzodga ham shunaqa. Behzodga ham, yoshiga ham, qarisiga ham bir xil ovozda berishlari mumkin, lekin aynan xarakteri bilan boshqacha bir ikkalovi bir bilan gaplashib tursa ham, ikkita har xil odam gaplashyapti deysiz-da. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Shu ovoz bergan rollaringiz ichida qaysi biri sizga ko'proq yaqin? Shunaqa rollar bormi? Albatta. Mirmaqsud Oxunovni filmiga ovoz bergan edim. O'shanda Durdona opa To'laganova. Ular bilan o'sha vaqtdan beri ishlaymiz. Sitora Alimjonova endi show biznesga, endi aktrisalik bir debyut rollarni ijro etgan vaqtlar Sen ketma. Bilmadim, nimagadir mana shu rolni juda ham yaxshi ko'raman. Haqiqatan juda ham yaxshi ko'rib ovoz berganman. Mana shu film qanaqadir bir boshqacha. Keyin shu Kalpana obrazi. Haqiqatan ham shu o'zimni shu qizni rolida tasavvur qilib rol ijro etganman. Har bitta rol masalan o'ziga yarasha bir vesi bo'ladi. O'sha aytaylik o'zini bir dunyosi bo'ladi. Boshida masalan rejissor tushuntirib beradi yoki bo'lmasam dublyajga kelishdan oldin aytaylik filmni jo'natib qo'yishadi. Ko'ring, mana shu obraz, baribir uni xarakterini bilib olishingiz kerak. Kerak bo'lsa tekstlarni ham jo'natib berishadi. O'zidek, xuddi u o'zbekcha gapirgandek, xuddi aktrisa o'zbek tilida rol ijro etayotgandek chiqarib ber. Chunki bizdan ustozimiz shunaqa o'rgatishgandek, har bitta nafasigacha, hattoki hozir aytaman-ku, kadr ortida dublyaj bo'lib, tezkor dublyaj bo'lib ketgani uchun ham biz tezlikda ovoz berib, ba'zi bir paytda nafasigacha yo'q kerak emas nafasi, yo'q kulishingiz kerak emas, o'zidan o'zi chiqib ketadi, chunki o'sha rolga kirishib ketamiz. Yildiz obrazi haqiqatan endi tarixini bilsangiz kerak, boshida Dildora Bekjonova ovoz bergandilar. Bu obrazni boshida to'g'risi qabul qila olmaganman, chunki Zulayxa og'ir bosi, o'zimga sal to'g'ri keladigan obraz. Unda qiynalmaganman, shunda tushib ketganman. Yildizda bo'lsa ozgina qiynalganman, chunki xarakterni obraz. O'zim san'at oliygohini bitirganman, shunaqa rollarni ijro etganmiz, masalan, begona emas, любой bitta obrazdan ikkinchisiga ko'chirilib ketish mahorati o'rgatilgan. Lekin nimagidir mana shu obrazga kirishishim juda qiyin bo'lgan. Endi bir tarafdan dugonamni roli hijolat tortganman. Ayni o'sha paytda hamma ekranga yopishib qolgan vaqtda qanaqa qabul qilar ekan tomoshabin, to'g'ri tanqidlar juda ko'p bo'lgan, ovozni qaytaringlar o'zinikini degan gaplar bo'lgan.
shunda ham bir o'ylaganman, balki qayerdadir tomoshabinga yoqmayotgan bo'lsa, demak qayerdadir nimadir, chunki biz kuniga 5 ta bo'lim ishlaydik. Tasavvur qiling, 5 ta bo'lim ertalab soat 8, ertalab 7 dan kiradigan bo'lsak, 55 varoq tekst bo'ladigan bo'lsa, shundan 50 varog'i Yulduz bilan Ender edi. Chunki serialda aynan mana shu ikkita qahramon ushlab turish kerak edi. Boshda qiyin bo'lgan, lekin keyin xuddi Yulduz o'zimdek ovoz berishni boshlagan. Endi keyin ijobiy fikrlar bo'lgan, xuddi turkchasini eshitib bo'lmaydi, lekin o'zbekchasi boshqacha degan. Men ilhomlanasiz shunaqa fikrlardan. O'sha ovoz berayotganingizda mana Yulduz bo'lib ketaman deysiz. Ovoz berayotganingizda o'zingizni tashqi ko'rinishingizni ham shu aktrisada tasavvur qilasiz. Bo'ladi, ha, bo'ladi. Biz hozir aytaman sizga, Zo'r TV kanalida Parchalangan yuraklar seriali bo'lardi. Dilara degan obraz bo'lardi. Ana shu obrazga ovoz berishni boshlaganda, to'g'risini aytaman, hattoki sochimni rangini o'zgartirganman, xuddi unga o'xshatib. Jingalak qilmaganmisiz? Yo'q, kestirib, xuddi unga o'xshatib, uni obrazidagi kiyimlarni kiyishni boshlaganman, chunki aynan mana shu obraz boshqacha ta'sir yoqardi. Shu kiyinish uslubi, o'zini tutishi Dilara bo'lib qolardi. U dublyaj rejissyorlari ham o'zingiz ham o'xshab ketyapsiz borgan sari. Yulduzda ham xuddi shunaqa. Yulduz endi sochlari sari, sochimni sariq bo'yaganman, o'sha ta'sir qiladi qanaqadir. U har bitta rol aytaman-ku, o'ziga yarasha vesi bo'ladi deb, ta'sir qilmaslikning ilojisi yo'q. Sevimli kasbingizligini ko'rib turibman-da, shunchalik yaxshi ko'rib, e'tibor to'lqinlanib gapiryapsiz. Sevimli kasbingizmi sizga energiya beradigan narsa yoki borib dam oladigan oilangizmi? Energiya beradiganmi? Ano 50-50. Isham, oilang ham tinch bo'lsa, ishing ham tinch bo'lsa, hayoting yaxshi bo'ladi deyishadi. Xuddi shunaqa, masalan, ishdan charchab kelgan vaqtingizda farzandlaringiz xursand bo'lib, bir boshqacha kayfiyatda intiqlik bilan kutib o'tirishganida, u ham bir boshqacha energiya beradi. Shuning uchun ikkalovini ham omili bir xil deb o'ylayman. Energiyaga ta'siri. Ha, tushunarli. Energiya ko'zda emasin. Rahmat. Mashalloh. Yaqinda shu qattiq shamollaganingizni bilamiz. Umuman shamollashdan tez chiqib ketish uchun qanaqa oltin retseptingiz bor? Umuman ovozingiz yaxshi tutib turish uchun. Hozir ham ko'ramiz, ovozingiz juda ajoyib. Menimcha dublyaj aktrisalariga shamollash o'zi mumkin. Mumkin emas. Men har doim aytaman, bizga shamollash, bizga kasal bo'lish umuman mumkin emas deyman. Endi bilasizmi, bizda avvalambor o'zbek xalqida deydik, o'zimiz harakat qilib ko'ramiz boshida, qanaqadir muolajalar qilib ko'rishga. Qo'y yog'i bilan yoki qanaqadir dorilar xarid qilib boshida. Lekin men har doim shu narsaga amin bo'lamanki, baribir doktorga murojaat qilish kerak. Doktor boshida shaxsan o'zimda ham shu narsa bor. Boshida o'zimcha bir qanaqadir muolajalar qilib ko'rishga harakat qilaman, chiqib ketaman, yengaman kasalni deb o'ylayman. Endi hozirgi sharoitda ba'zi bir kasal, endi ilgari balki bo'lishi mumkindir qanaqadir aytaylik tabobatga murojaat qilgan holda, lekin hozir unaqa narsa yo'q. Baribir doktorga murojaat qilish kerak deyman. Alal-oqibat shunaqa baribir borasiz. Ha, 5 kun ichida bekorga emas, doktorni aytaylik muolajasi bilan oyoqqa turib ketasiz. Shu. Retsept shifokorga murojaat qilish ekan. Albatta. Yana bitta shunga qo'shimcha savol. O'sha shamollagan paytingizda ham ishga borishga to'g'ri kelib qolgan bo'ladi. Masalan, men shamollagan vaqtimda ham har doim ko'p filmlarga ovoz berganman. Majbursiz, chunki efirda turgan narsa bo'lsa, boshqa bitta aktrisani shunchaki almashtirish olmaydi. Aytaman, bugun anaqa aktrisam shamollab qolgan variantda chiqadi. Shunaqa, lekin men ham sezganman. Qiz san'atasida o'sha yujingiz ko'p shamollaganingizni. Shunaqa. Majburmiz endi. Mayli endi mazamiz bo'lmasa ham, ayniqsa bilasizmi, shamollagan vaqtda mayli kinolarga, mayli multfilmlarga ovoz berish qiyin. Birinchidan burningiz bitgan, ikkinchidan tomog'ingiz og'rib turibdi. Multfilmlarga baribir ko'proq mana shu jag' bilan ishlaysizda. Ovozingizni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Juda katta bir tafovut bo'ldi. Bizda xuddi shunaqa bo'ldi. Aqlvoy kanali uchun serial, multik ishladik. To'g'risini aytaman, shunaqa Abdujabbor Fayziyev bilan birga shunaqangi anaqa
shunaqa ishlagim kelmayapti, shunaqangi mazam bo'lmayapti. Nima o'tiribsiz? Efirda turibdi-yu deyman-da. Uni o'zgartirib ham bo'lmaydi-da. Chunki bolalar uchun ularni aldolmaysiz. Bolalar haqiqiy tomoshabinlar. Albatta. Sizda shunaqa vaziyat bo'lganmi? Siz shunchaki ovoz bergansiz, beparvo. Endi beparvo bo'lmas ekansiz, uzr bo'luvchi so'z uchun. Shunchaki o'zingiz ishingizni bajargansiz, ovoz bergansiz, lekin aynan o'sha rol topga chiqib ketgansiz kutmagan ravishda. Mana shu topga chiqadi deb o'ylamagansiz-da, mashhur bo'lib narezkalari chiqib Instagramlarda bo'lib ketadi. Mana shu Yildiz obrazi. Lekin yo'q, unga masalan shunchaki ovoz berilmagan. Endi faqatgina aytishim mumkin, qiyinchiligi shu kuniga 5 ta bo'limdan ishlanar edi. Tezkorlik bilan, agar biz tezkorlik bilan ishlamaganimizda balki bundan ham yaxshiroq bo'lardi. Yildiz yana ham jozibaliroq bo'lardi. Balki, chunki ishonasizmi, birinchidan u obraz juda ham tez gapiradi. Juda ham tez gapiradi. Tasavvur qiling, bir varoni 1 daqiqada gapirib. O'zi turkli tez gapiradi, u undan ham tez gapiradi. Ha, shunaqa. Lekin bu darajada bir qanaqadir mashhur bo'lib ketadi deb hech kim o'ylamagan edi, to'g'risi. O'sha paytda ayta olaman, Sevimli kanalida eng top seriallardan bittasi edi. Aynan mana shu serialni ketidan minglab tomoshabinlarni o'zida ushlab tura olgan. Reytingi ham baland bo'lgan o'sha paytda. O'zi juda ham yarki obraz, o'sha Yildiz obrazi deb o'ylayman. Siz ovoz berganingiz, ovozingiz вообще tushgan. Narezkalar hozirgacha oldimdan chiqadi. Kim ovoz berganikin dirdim-da. Endi bildim biografiyangizni o'qigandan keyin. Rahmat. Sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, siz tavsiya qiladigan kino eng zo'r deb bilgan. Tomosha qilishingiz kerak mana shuni deydigan tomoshabinlarimizga. Xo'p, o'zim yaxshi ko'rib tomosha qilgan Великолепная история Benjamina Batteni Brad Pitt o'ynagan, ko'rgan bo'lsanglar agar, mana shu filmni haqiqatdan ham rejissyor taraflama, ham aktyor taraflama shunaqangi bir maromiga yetkazib ko'rsatilgan. Endi balki ba'zilar tushunmasligi mumkindir, lekin ko'rilish kerak bo'lgan filmlardan bittasi deb o'ylayman. Ikkinchi film mana shu Qasos, Amirxon o'ynagan film. U yerda ham aynan syujeti jihatidan kutilmagan burilishlar bo'ladi. Kutilmagan burilish va ajoyib aktyorlik mahoratini ko'rganman Amirxonda. Majnun filmi Jahongir Ahmedovni Asal Shodiyeva rol ijro etganlar. Ulug'bek Qodirov bilan birgalikda juda ham aktyorskiy sostav u yerda kuchli. Isoki o'ynaganlar, Ra'no Shodiyeva o'ynaganlar, juda ham ko'p aktyorlar u yerda jam. Ham rejissyorskiy taraflama film, ssenariysi ham zo'r yozilgan, aktyorlik mahorati ham u yerda yaxshi namoyon bo'lgan. Zo'r. Mana shu filmni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Soundtracklari ham zo'r ijro etilgan. O'zi kino tanlayotganda nimasiga qarab tanlaysiz ko'rishga? Отрывкигami, sahifasini, obloshkasigami, bunday olib qaraganda yoki aktyorskiy sostavgami, nimaga qarab mana shuni ko'rsam bo'lar ekan deb qo'yasiz? Treyleriga menimcha ko'proq. Ko'pchilik filmni endi mana shu treylerini ko'rganingizdan keyin kadrlarini bir ko'zdan kechirgandan keyin ko'rish kerak ekan deysiz. Shu asosan treyleriga qarayman. Tushunarli. Obloshkasiga emas. Asosan shu Gollivud filmlarini ko'proq yaxshi ko'raman, chunki u yerda bilamanki film yillab olinadi. Shuning uchun ham tomosha qilishga harakat arziydi. Iloji boricha kinoteatrlarga borib ko'rish yaxshi ko'raman. Katta ekranda shu dublyajini eshitib, har bitta nafasigacha xuddi o'zim ovoz bergandek eshitaman. Yaxshi ko'raman. Hozirgi turk seriallari ko'pchiligi, hammasi emas, syujeti jihatdan bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman, men hisoblayman. Va shulardan bittasi Sevgi iztirobi seriali. Nihon, Amir, Kamol uchburchagi. Siz Nihonga ovoz bergansiz. Ikkinchi sezonda. Ikkinchi shu serialni siz nima deb o'ylaysiz? Mentalitetimizga qanchalik to'g'ri keladi va shu serialda shunaqa sahnalari borki, farzandlaringiz shu serialni tomosha qilganmi? Yoki ruxsat bermaysizmi? Ko'rmagan. Farzandlarim qiziqmaydi bunaqa seriallarga. O'zi shunaqa syujetli kinoga ovoz bergan bo'lsangiz, farzandlaringizga taqiq qo'yasizmi? Yo'q, ko'rmanglar, lutchi deb. Endi avvalambor bizni o'zbek kanallarida
aytaylik kadr ortida ko'p kadrlar qolib ketadi. Bu birinchi o'rinda. Ya'ni bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan kadrlar bor. Ularni olib qolishadi. Bu birinchi o'rinda. Badiiy kengash tekshiradi. Albatta. Endi mavzu bo'lishi mumkin, to'g'ri. Endi nima desam bo'ladi sizga? Hozir oddiy misol, Instagramni oching. Qanaqa mavzular bor u yerda. Bolangiz masalan serial ko'rmasligi mumkin, lekin Instagramda o'tirishi mumkin. Instagramda esa ko'pchilik sahnalar berkitilmaydi. To'g'ri. Serialni ham masalan ko'rish yoki ko'rmaslik avvalambor insonni o'ziga bog'liq va aytaylik ota-onasi uyda ko'rib o'tirgan bo'lsa, farzand tabiiyki yonida o'tiradi. Masalan, biz yoshligimizda aytaylik ota-onamiz bilan o'tirgan vaqtimizda qanaqadir sahnalar bo'lsa, tashqariga ishimiz chiqib qolardi-da ko'chada. Tashqariga chiqarib yuborishardi yoki bo'lmasa ko'zingni bekitishadi. To'g'ri. Oddiy misol, unaqa ochiq sahnalar bo'lmasa ham bir qanaqadir bir gap bo'lsa ham qulog'ingni bekit deyilardi. Aytaylik, qanaqadir sahna bo'lsa, urush janjal sahnasi bo'lsa ham ko'z bekitilardi, masalan. Avvalambor aytishadi, tarbiya oiladan boshlanadi deydi-yu. Biz unga taqiq qo'ya olmaymiz farzandlarimizga. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Masalan, xohlagan joyidan, masalan, maktabdan tashqarida, uydan tashqarida ko'rishi mumkin u narsani. Mavzuga keladigan bo'lsak, masalan, kanal qo'yyaptimi, badiiy kengash ruxsat beryaptimi? Demak, bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmagan taqdirda ham u kanal beryapti. Deb qaraganda, u yana aytaman, har bitta insonning o'zini ongi bor. Uni ko'rish yoki ko'rmaslik o'ziga bog'liq. Farzandi ham xuddi shunaqa. Aytishadi-yu, har bitta tarbiya oiladan boshlanadi. Onasiga qarab qizini oldi, bekorga bizda maqol berishmaydi. Shuning uchun bilmadim. Endi men bir qanaqadir taqiq qo'ya olmayman. Aytishadi, taqiq doim shirin bo'ladi deydi. To'g'ri. Shuning uchun har holda telekanallarimiz juda ham bir to'g'ri kelmaydigan sahnalarni berkitishadi. Menimcha bir yomon joyi yo'q. Dublajda lekin o'sha joy ketadi. Keyin kesiladi. Yo'q. Kesilgan paytda kesilgan. Chunki har bitta berilgan teksti minutigacha yoziladi. O'sha minutidan aytaylik bir qaysidir miqdori kesiladi deydi. O'tkazib yuboriladi. O'tkazib yuboriladi. Ovoz berilmaydi. Yo'q. Shu qiziq bo'lardi-da. Endi siz bilan kichkina eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Siz ovoz bergan o'sha mashhur Nixon obrazida Muhammad Yusufning bitta mashhur she'rini o'qib berishingiz kerak bo'ladi. O'sha obrazda. Ko'klarda ko'k kaptar qushdaymiz jonim. Qayg'urma kel ko'ngil ushlaymiz jonim. Mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim. Yorug' dunyoda kim yashaydi to'yib, umr o'tib ketgay kiprik qoqquncha. Onang ko'ksiga bir boshingni qo'yib, bolang ko'ziga bir kulib boqquncha. Bravo, bellissimo. Ana Nixonni ko'rgandek bo'ldi. Nixon qanaqa bir she'r o'qiyapti devoriga dedim-da, rosa zo'r chiqdi, qoyil qoldim, seriyozdan. Endi o'zbek kinolariga keladigan bo'lsak, janob hech kimni ko'rganimda, Asal Shodiyeva obrazini ko'rganimda, men shu ovoz Asal Shodiyevaning ovozi deb o'ylaganman. Voy, o'zingiz yuqorida aytib o'tgandek. Bizni xalqimiz juda ham sodda, ishonuvchan, bir beg'ubor xalq-da. Asal Shodiyevaning o'zini ovozi o'sha ashula chiqarguncha o'zini ovozi shu edi-ku, voy, nima o'zgarib qoldi degan narsa juda ham qarama-qarshilik bo'lib qolganda. Hattoki lab qimirlash, o'zi aytgandek, nafas olishi, baqirishi zo'r, birga bir tushgan. O'sha filmni eng zo'r joyi, eng zo'r qismi avtobus bekatida Alisher Uzoqov birinchi uchratadigan sahnasi, shu baklashka tepgandan keyingi holat. O'sha qismini o'zingiz eslaysizmi? Ha, yaqinda ham Shohlayev bor, bilsangiz agar, o'tgan yili rost birinchi yurdilar, iltimos shu joyini aniq qilib bering debdik, ha mayli deb yana bir marta qaytardik o'sha sahnasini, Instagram sahifasiga ham qo'yganmiz. Joyini ko'rmabman, uzr. Qo'yganmiz o'sha joyini ham. O'shanda yodga oldik har bitta so'zigacha. Biz bilan ham bir yodga olamiz ham. Hey, nimalar berma, zooparkdagi to'ti. Nima? Voy, indamagan sari jarazgon olyapsan. Tipa mujiksan-da endi, a? Что хотел? Чё, давай разведёмся. Gaping bormi? Nima? Gapir.
Asal Shodiyeva keldi. Bu taxminan shu 2010-2011 yilda bo'lganda. Endi kirib kelgan paytlaringizda. Shunda shunchalik ovoz. Shunaqa. Endi aytolman, biz bilan professional ishlashgan o'shanda. Dublyaj rejissyorlari talab qilishardi albatta. Samochkadan ko'ra. Albatta, biz bitta aytaylik nafasimizni hatto bir necha marta boshqatdan yozishardi. Boshqatdan nafas oldirmidi? Albatta, yig'laydigan joyi bormi, kuladigan joyi hatto. Yo'q, o'xshamadi. Aytaman-ku, bir marta shunaqa voqea bo'lgan. Unda Dipika Pandey adashmasam ovoz beruvdim. Hozir eslolmayapman kimga. Kamoliddin Usmonov rahmatli bitta katta sahnasi bor edi. Yozuvimiz o'xshamayapti. Chiqdi tili. Bor bir 2 soat aylanib ke abed-pabetlikni qilgan. Bir nimalardir. Umuman o'ylama bu rol to'g'risida dedilar. O'ylama dedilar. Chiqib ket, bor. Aylanib keldilar. 2 soatdan keyin keldik. Bitta ko'rib olgan dedilar. Ko'rib oldim. Keyin yozdik. Ana endi bo'ladi dedilar. Endi ba'zi bir paytda masalan haqiqatan bir katta film yozadigan bo'lsa kunlab yozardik. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun yozardik. Masalan, katta rolni biz hozirgidek 1-2 soatda yozib tugatishni degan narsani yo'q. Unaqa narsa yo'q. Professionallik bo'lgan. Ha, keyin aytaman, masalan, o'sha o'tirib tomosha qilardik. Men hozirgi yoshlarni masalan sabri yo'q. Dublyajda kelaman, 1-2 ko'raman, ovoz beraman deb o'ylashadi, lekin unaqa narsa yo'q. Biz paytda endi meni yutug'im nima bo'lgan? Institut o'qib yurganman. Endi talaba bo'lganman. Shuning uchun ham balki men ham hozirgi yoshimda unaqa sabr toqatli bo'la olmagan bo'lardim masalanda. Vohlik ketishim kerak bo'lib qolganda, ustoz shu ishim bor edi deganimda qaradilar. Menga bir soat 2 soat o'tiradigan anaqa kerak emas. Bemalol ketavering. O'zi sanlab, yaqin olib gaplashardilar. Bemalol ketavering deganlar. Sizlayaptilar-da. Shunda o'tirganman, lekin ketishim kerak bo'lgan, ketganman. O'shandan keyin umuman ruxsat so'ramaganman. Chunki aytadilar, men sizlarni har bitta o'sha bo'layotgan voqeani ko'rib o'rganishinglarni xohlayman. Qayerdadir nimadir bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib yuborishinglarni xohlamayman dedilar. Shunda Dildora Bekjonova bilan biz yonma-yon o'tirib tomosha qilardik, o'rganardik. Bir zo'r paytli bo'lgan. Masalan, hozir ham aytaylik, bir ikkita kimdir shogirdlikka tushadigan bo'lsa, yonimda olib yuradigan bo'lsa, men aytaman, to'g'ri, hozir birdaniga ovoz berish xohlaysiz, lekin bu narsa noto'g'ri. Men o'zim ham yo'l qo'ymayman, chunki ko'ring, kuzating. Mayli kopirovka qiling kerak bo'lsa meni yoki boshqa bitta aktrisani, lekin o'shani qolipida tushib qolish kerak emas. Ko'rish kerak, eshitish kerak, qayerda nima nafas olyapti, qayerda kulyapti, yig'layapti, qanaqa ovoz berilyapti, har bitta sahnaga alohida yondalish kerak deb o'rgataman-da. O'shaning uchun ham masalan bir ikkita qizlar murojaat qilishadi. Men faqat 1 soat vaqtim bor-da yoki faqat shanba oddiq kela olaman deyishi mumkin-da. Yo'q, uzr, men unaqa qilaman. Har chaqirganda kelishingiz kerak agar xohlasangiz. Chunki baribir men ham bir mas'uliyat olaman-da. Albatta, uni yetishtirib chiqarish. Albatta, ertaga Nazoka tepa meni shogirdlikka olganlar desalar, masalan, men qizarib qolish xohlamayman. O'zi bormi shogirdlaringiz? Ko'p emas, 2-3 ta. Endi qunt qilib o'tirganlarda mana Nodira begim yonimda ko'p yurgan. 3 yilchami yonimda bo'lgan. O'sha dublyaj kirib kelganlar. Ha. Hozir Osiyo degan qiz, u ham juda bir sidqidildan yondashib, hozir rost sizga o'xshaydi. O'sha boshda shuni Osiyo emasmikan deb anaqa qildi. Masalan, bir xili endi eshitishim bo'yicha-da, ovozini yo'qotmaslik uchun o'sha timbrini ushlab turish uchun ko'p sigaret chekar ekanda. Sizda ham bormi shunaqa? Yo'q. Sigaret chekasizmi? Yo'q. Unaqa narsa bilmayman. Nimadir qilib turasizmi? Odatda bir narsa bormi siz ovozingizni ushlab turish? Yo'q. Hech narsa bilmayman. O'zi tabiiy. Taka original tug'ma. Endi hozir meni eng katta xatoyim ilgari endi mashinam bo'lmaganida metrolarda kitoblar o'qib ketardim masalanda. Biz endi asosan tekst bilan ishlaymiz-ku, baribir harfi masalan
keyingi qatorini уже nima deyotganini уже ko'p tekst o'qiganimizda nima deydi bilamizda nima deyotganini. Даже ba'zida shunaqa bo'ladiki, tekst to'g'rilab ketaveramiz по ходу уже gapirayotgan joyida. Shu eng katta kamchiligim hozir men o'zim tan olaman, kitob o'qimayman. Shu. Tushunarli. Hozir bizada qizishadigan o'yinimizga keldik, ya'ni aktrisani tanla. Bu qanaqa o'yin? Siz ovoz bergan yoki mashhur turk aktrisalaridan siz mana tanlaysiz, chiqib ketaveradi, qolgani tanlaysiz, chiqib ketaveradi. Tanlaysiz, ikkitani aytamiz, sizga tanlab ketaverasiz. Rasmlarni ko'rsatamiz, albatta eslab olishingiz uchun. Mana boshlaymiz. Boshlayveramiz. Hilal Altinbelek, Eda Ece. Eda Ece. Neslihan Atagul, Ebru Shahin. Ikkaloviga ovoz bergan. Neslihan Atagul bo'la qolsin. Aslihan Gurbius, Hande Erchel. Aslihan Erkius bo'lsin. Ovoz berganman Ertug'rulda. Afra Sarichog'lu, Tuba Buyukiston. Tuba Buyukiston. Eda Ece, Neslihan Atagul. Xo'p, bilaman. Bunisi. Eda Ece bo'la qolsin. Aslihan Gurbius, Tuba Buyukiston. Tuba Buyukiston. Eda Ece, Tuba Buyukiston. Endi professional jihatidan Tuba Buyukistonni ola qolamiz. Chunki shu tarafdan qarayman. Lekin aytaylik xarakter jihatidan hayotda ham Eda Ece kinoda qanaqa bo'lsa shunaqa ekan. Shunaqa, chunki uni biografiyalarini o'rganib chiqqanman, hayotdagi Instagram sahifalarini kuzatib boraman. Tuba Buyukiston odamlar bilan masofa saqlar ekan, ya'ni mashhur aktrisa bo'lgani uchun sal distansiya saqlar ekan. Eda juda ham bir samimiy, bir aytaylik, juda ham xushchaqchaq ayol ekan. Kirishib ketadigan. Xarakter jihatdan Eda aktyorlik mahoratidan Tuba ustunlikroq qiladi. Dildora Bekjonovani aytdingiz-ku. U bilan ijodiy raqobatdoshmisiz? Chunki adashmasam hozir bitta turk serialini aytdingiz, unda ularni roliga ovoz bergan ekansiz. Nihonga ham adashmasam birinchi ular ovoz bergan. Keyin siz ovoz berasiz. 3 ta roli shunaqa bo'lgan. Shu Sevgi iztirobida Neslihan, Zulayxada Zulayxa obrazi va anaqa Yildiz obrazi qora niyatdagi. Yo'q, biz shaxsan o'zim dublyajda men hech kimni o'zimga konkurent deb bilmayman yoki raqobatchi deb bilmayman. Aytaylik, qayergadir boradigan bo'lsam yoki bo'lmasam qo'ng'iroq qilib aytaylik, menga to'g'ri kelmaydigan joyi bo'lsa, boshqa bir hamkasblarimni albatta tavsiya qilaman. Hech qachon hech kim bilan bir rol talashib yoki bo'lmasam kelishmovchilik bu yuzasidan bo'lmagan. Aytaman-ku, mana boshida suhbatimiz boshida ham har bitta rolga o'zini tanlaydigan odami bo'lish kerakmi? Shunaqa odam bo'lish kerakmi deb savol berdingiz-ku. Uni rejissyorlar tanlaydi yoki kanal rahbariyat tanlaydi. Men bu rolga bu to'g'ri keladi, bunga buni chaqirmoqchimiz, buni kimga nasib qilsa, shu ustozim Bahodir aka Nishonov ham har doim aytardilar-da, hech qachon talashma, nasib qilsa saniki, bo'lmasa yo'q. Xuddi shunaqa oddiy misol Muhabbatnoma degan kinoni ishlaganmiz, bilsangiz kerak. Farruh Soipov o'ynagan, Jahongir Foziljonov va hind aktrisasi o'ynagan. U yerda filmni aytaylik bir 20 daqiqasimi 30 daqiqasida ingliz tilida gapirish kerak edi. Ustidan diktorskiy ketardi, lekin ular o'zbek tilida ham, mana bizda dublyaj qilingan bo'lsa, hattoki ingliz tilini ham dublyaj qilinishini tasdiqlashganda. Akbar Bekturdiyev kinolari bu. O'shanda Dilnoza Kubayeva kelganlar kastingga meni chaqirishgan. Sanobar Sodiqova, Dildora Bekjonova esimda yo'q, bormidilar yo'qmi? Menimcha yo'q bo'lgandilar. Shu 3 ta 4 ta aktrisa bo'lganmiz. Kirganmiz, u yerda Sharqshunoslik institutida mutaxassis o'tirgan, shu ingliz tilida kimi endi tasavvur qiling, ustida baribir anaqa bor, baribir shunda ham sof ingliz tilida ovoz berilishi kerak degan bir professional nuqtai nazardan qaralganda.
Shunda endi ingliz tilidan to'g'ri ja mukammal tarzda gapira olmayman, lekin biz maktabda o'qigan vaqtimizda o'qituvchimiz juda ham bir ayniqsa shu o'qish bo'yicha juda ham katta ahamiyat berardilar, talabchan edilar. Shuning uchun tekstni o'qish bo'yicha shu kichkinaligimda qolipim yaxshi qo'yilgan edi. Harakat endi men Dilnoza Kubayevani ko'rdim, Sanobar Sodiqovani ko'rdim. Ular Sanobar opa umuman mukammal gaplashadilar ingliz tilida. Men aytdim, bo'ldi demaydi dedim. Bular hozir mayli. Shunda ham harakat qilib ko'rishga harakat qildim, lekin o'sha ayol meni tasdiqladilar-da. O'shanda to'g'risi nasib qilgan ekan deb o'zimga o'zim yana bir marta ishonch hosil qilganman. Endi Blisaga o'tamiz. Birinchi savolimiz. Dublyaj aktrisasi Nazokat Abdurahmonovaning armoni nima? Armonim? Voy, armon. Yo'q, armonim bo'lmasa kerak. Yo'q, armonim yo'q. Masalan, men bu chet elga bormaganman-da, men bu brilliant uzun olmaganman-da. Yo'q. Agar nasib qilgan bo'lsa, hali bular ushalmagan orzular bo'lishi mumkin. Bularni amalga oshirish avvalambor o'zimni qo'limda. Harakatdan barakat, Alloh taolo nasib qildirgan bo'lsa ko'raman. Armon emas. Chiroyli javob bo'ldi. Siz ovoz berishni rad etgan aktrisa bormi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Sizga o'shalarni ijrosi yoqmaydi, masalan, shularga ovoz bermasammi degan yoki umuman ovoz bermaysiz o'sha aktrisaga? Shu yosh kattalarga ovoz berishni yoqtirmayman. Kampirlarga yoqtirmayman, faqat shu. Eng ko'p ishlatadigan so'zingiz? Eng ko'p ishlatadigan so'zim gapirgan vaqtida shu deyishim mumkin. Men mana shunaqa shu degan gapni shu degan so'zni eshitdim. Men hozirgacha gaplashgan paytimizda nima takroriy so'zlar eshitmadim. Endi u kundalik hayotda. Tushunarli. Ovozingiz qarimasligi uchun nima qilasiz? Hozir ko'rib turibmiz, ovozingiz yosh. Hech narsa qilmayman. Hech narsa 20 yoshda-da. Rostdanmi? Yo'q, hech narsa qilmayman. Hattoki qishda ba'zi bir paytda muzqaymoq ham yeyman. Hech ham endi asraydigan joylari ham bo'ladi. Lekin aynan shu ovozi bir xil tuxum yutadi, nimada yo'q, unaqa narsalar qilmayman. Bu kimdandir meros qolganmi ovoz yoki sizda tabiiy bitta sizda shunaqa? Rahmatli dadam qo'shiqchi bo'lganlar, o'zlarining vaqtida shu to'y marosimlarida qo'shiq kuylaganlar, she'r yozganlar, ovozlari chiroyli bo'lgan. Shulardan genda bor deydi. Genda bor. Shulardan o'tgan. O'zingizga 10 ballik shkalada necha baho qo'yasiz? Umumiy, u dublyajda ham, hayotda ham, har tomonlama. O'rtacha bo'lsa kerak, bir 5 baho. 10 gacha hali bir xudo xolasa hozir bir 38 yosh bo'lsam, yana bir 10 gacha yetib borish uchun bir tajribalar kerak yillar davomida. Lekin hozir ham 10 bo'lsa kerak menimcha. Rahmat. 3 so'z bilan o'zingizni ta'riflang. 3 so'z bilan, xo'p. Juda mehribonman, soddaman, ishonuvchanman. Shu. Men bunaqa desiz deb o'yladim. Yana xushcha, ana sodda bilan ishonuvchani bitta deylik, mehribon, xushchaqcha. Buni sezdik. Men bunaqa qilsangiz osonroq bo'lardi. Yildiz, Zulayxa, Asal desangiz. Dublyajdan to'yib ketgan vaqtingiz bo'lganmi? Bo'ladi. Shu har yili mana bir 4 yil bo'lib qoldi. Chetga dam olishga ko'p chiqib turaman. O'zimga maqsad qo'yganman, har yili albatta chetga dam olgani, biron joylarni borganda ham dengiz bo'yida yotib dam olish emas, ya'ni aktiv dam olishni har xush ko'raman. Biron davlatga boradigan bo'lsam, biron maqsad bilan boraman, nimasidir ko'rish. Ana o'sha vaqtga yetganda, ishonasizmi yo'qmi, samolyotim kechki payt uchib ketish kerak bo'lsa, kun davomida tinmayman. O'shanda faqatgina dublyajdan emas, tekstdan ko'nglim aylanib ketishi mumkin. Tushunarli. Tugamaydi bu hech hamda bir qanaqadir depressiyaga tushib qolishim mumkin. Bo'ladi endi. Men aytaman, menda shunaqa bo'lsa, Behzodga Muhammad Karimovda nima bo'lar ekan deb ularni o'ylayman har doim. Chunki hozirgi vaqtda eng nomer 1lardan qirol deydi. Qirol,
ular chunki kuniga bilmayman nechta bir xil payt ustoz charchamadingizmi charchadim nima qilishim kerak deb qo'yiladi akam kelib qoladilar lekin jentlmenda eshikni ochib beradilar deb juda kamtar kirib ketadilar shunday chiqadilar professional ishlarni qilib chiqadilar qoyil qolaman Messi yoki Ronaldo? o'yin jihatidan professional Messi hisoblanar ekan. O'zi azaldan Messini muxlisi hisoblanardim. Messi. Bizga qarshi bo'ldingiz. Biz Ronaldoni tanladik bo'ya. Futbolga qiziqishingizni ham bilar ekanlar bular. Shunga shunaqa savol qo'yaylik dedilar. Oxirgi marta o'sha Instagramingizda ko'rib qoldim. Manchester derbisiga tayyorlanib chiqqan ekansizlar, adashmasam. Qaysi Manchester, ko'kmi yoki qizil? City yoki United? O'sha paytda Unitedga bekorga tanlamagan edim Manchester United, Cityni oddiyni nimaga qo'yib bergan edim. Lekin Manchester Cityni ham kuzataman, chunki hamyurtimiz to'p suradilar, Abduqodir Husanov. Shuning uchun ham balki aynan mana shu komanda o'yinda bo'ladigan bo'lsa, kuzatishga harakat qilaman. Endi undan tashqari o'g'lim ham futbol bilan shug'ullanadi. Endi futbolistni onasi bo'lgandan keyin biron savolni berib qoladigan bo'lsa, bilishim kerak edi. Aqlli qilib o'zimni ko'rsatishga harakat qilaman, orqada qolib ketmaslikka. Ish jarayonida sizni eng ko'p asabiylashtiradigan narsa? Yoki omil? Shu tekst tarjima. Tarjima ko'p holatlarda asabiylashtiradi. Endi to'g'ri kelgan narsani o'qib keta olmaysiz, to'g'rilashga to'g'ri keladi. U masalan vaqt olishi mumkin. Aytaylik, vaqt bilan birgalikda asab ham, chunki siz aktrisasiz, kelib o'qib berishingiz kerak. Muharrirlik qila olmaysiz, tarjimonlik qila olmaysiz. Ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladi. Endi ishimiz bo'lgani uchun to'g'rilashga majburmiz, to'g'rilaymiz. Sizni ham muharrirligingizdan o'targanda, qislar bitta bir martaga. Albatta, chunki masalan aytaylik jinnicha bir tekst bo'lsa-da, aytaylik siz ovoz beryapsiz, hech narsaga ahamiyat bermasdan, qanaqa qilib ahamiyat bermasdan o'qish mumkin degan fikrlar bo'ladi-da. Bu meni aytaylik reputatsiyamga ta'sir qiladi. Karyerangizga to'ppa-to'g'ri. Eng yomon odatingiz? Eng yomon odatim juda emotsiyaga berilib ketaman. Shu bo'lsa kerak. Bu yomonmi? Menga yoqdi. Bilmadim. Endi ba'zi bir paytlarda qanaqadir bir holatlar bo'lsa o'zimga olaman. Shu menimcha yomon odatlarimdan bittasi. O'z depressiyadan qanaqa chiqasiz? Depressiyaga tushmayman. Bu xushchaqchaqlik bilan menimcha tushib bo'lmasa kerak. Tushim mumkin, qachonki kasal bo'lib yotib qolsam. O'shunaqa holatlarda ham iloji boricha ishga borib kelishga harakat qilaman. Shunda sal bir ochilaman. Shu. Endi oxirgisi o'ylantiradigan yakunli savol. Agar bu sizni oxirgi gapingiz bo'lganda nima derdingiz? Kimga? Kimga nima degingiz kelyapti oxirgi gapingiz? Oxirgi gapim afsuslanish kerak emas. Nima bo'lsa ham baribir hayotda o'sha bo'lishi kerak. Yashashimiz kerak ekan, demak, ko'rishimiz kerak bo'lgan ekan, his qilishimiz kerak bo'lgan ekan, afsuslanish kerak emas. Shu. Juda ham chiroyli javob bo'ldi. O'zimga rosa ko'p dars oldim sizdan bugun gaplashib. Rahmat. Suhbatimiz samimiy o'tdi, juda ham emotsiyalarga boy o'tdi. Asal Shodiyevani, Zuleyxani, Yildizni ko'rdim. Uchtasi birda trio bo'ldi men uchun. Tashrifingiz uchun rahmat aytamiz. Sizga ham rahmat. Sizga kichkinaga bo'lsa ham Telekomdan sovg'a bor. Rahmat. Sizga atalgan sovg'amizni qabul qilib olasiz. Rahmat. Yana bitta sovg'amiz bor. Bu Telekom onlayn kinoteatridan maxsus promokod. Mana shu narsa olib kelmanman, uyalib qoldim. Bizga shunaqa ovozlarni olib keldi, shunaqa xotiralarni olib keldi. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa, bunaqa uchrashuvlar bardavom bo'lsin. Para taklif qilinglar. Taklifim sizlarga. Chunki baribir ikkita dublyaj aktyori yo aktrisasi o'tirib qolsa, yana ham bir suhbat qiziqarliroq bo'ladi. Juda ham maza qildim, to'g'risini aytsam. Boshida aytdim-ku sizlarga bir suhbatlarga uncha xushlamayman borishni. Chunki nima desam bo'ladi, qanaqadir bir uyalamanmi, shunaqa bir xijolat bor-da. Lekin afsuslanmadim kelganimdan, bir qanaqadir qadrdon insonlardek gaplashdik. Bizda ham shunaqa hissiyot bo'ldi. Rahmat kattakon, ayniqsa shu bizning ijodimizga befarq bo'lmaganinglar uchun, alohida bir e'tibor bilan, hurmat, ehtirom bilan chaqirganinglar uchun
tahsinga loyiq. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat Rahmat. kattakon. Sog' bo'ling.